Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. 10 avgustdan pensiya 12,3% ga oshdi. Hukumat bayonot berdi. Pensionerlar aldandi degan gaplar tarqalyapti. Bu xabar ko'pchilikni xavotirga solyapti. Chunki har bir pensioner uchun 7 ming so'm ham, 1 ming so'm ham oilaviy budjetda katta farq qiladi. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Aslida nima o'zgardi? Kimning pensiyasi oshishi mumkin? Kimniki oshmaydi? Qaysi holatda aldovga uchrash mumkin? Va o'z haqingizni qanday tekshirtirasiz? Video juda muhim, oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar aynan vaqtida yetib borsa, odamlar aldanmaydi. Avvalo men eng asosiy savolga javob beraman. Pensiya oshishi deganda nimani tushunish kerak? Ko'pchilik buni juda oddiy tasavvur qiladi. Masalan, men 1 million so'm pensiya olayotgan edim. Demak, 12,000% oshsa, endi 1 million ming so'm olaman deb o'ylaydi. Lekin amaliyotda har doim ham bunday bo'lavermaydi. Pensiya tizimida bir nechta tushuncha bor. Bazaviy miqdor, eng kam pensiya, yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ustamalar, kompensatsiyalar, qo'shimcha to'lovlar, indeksatsiya va qayta hisoblash. Mana shu tushunchalar aralashib ketgani uchun internetda juda ko'p noto'g'ri xabarlar tarqaladi. Kimdir bir raqamni ko'radi, masalan 17,1% degan raqamni, keyin uni hamma pensiyalarga bir xil qo'llaydi. Natijada odamlar bank kartasiga pul tushishini kutadi. Pochtachidan so'raydi, pensiya jamg'armasiga boradi, navbatda turadi, lekin oxirida ma'lum bo'ladiki, u xabar yoki eski ma'lumot bo'lgan, yoki boshqa toifadagi to'lovga tegishli bo'lgan, yoki hali kuchga kirmagan loyiha bo'lgan. Men ekspert sifatida sizga shuni aytaman. Pensiya oshishi faqat rasmiy hujjat asosida bo'ladi. Ya'ni prezident farmoni, qarori, vazirlar mahkamasi qarori yoki vakolatli davlat organining rasmiy axboroti bo'lishi kerak. Telegramdagi noma'lum kanal, YouTube'dagi shov-shuvli sarlavha tanishim aytdi. Mahalladagilar gapiryapti degan xabarlar pensiya oshganini isbotlamaydi. Agar hujjat bo'lmasa oshish ham yo'q. Agar hujjat bo'lsa, unda aniq yoziladi. Qaysi sanadan, qaysi toifadagi fuqarolarga qaysi miqdorda, qanday tartibda. Oldin ham pensiyalar va nafaqalar vaqti bilan oshirib kelingan. Odatda bunday oshirishlar aholi daromadlarini inflyatsiyadan himoya qilish, narxlar oshish ta'sirini yumshatish, eng kam ta'minlangan qatlamni qo'llab-quvvatlash uchun qilinadi. Masalan, oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lovlar, transport xarajatlari oshsa, pensionerning real daromadi kamayadi. Shu sabab davlat indeksatsiya qiladi. Ya'ni to'lovlarni ma'lum foizga ko'taradi. Lekin muhim jihat bor. Har bir oshirish hamma uchun bir xil sezilmaydi. Bir odamda faqat asosiy pensiya bor. Ikkinchi odamda asosiy pensiyaga ustama bor. Uchinchi odam nogironlik bo'yicha pensiya oladi. To'rtinchi odam boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oladi. Beshinchi odam pensiya emas, yoshga doir nafaqa oladi. Ularning hisob kitobi bir-biridan farq qiladi. Hozirgi vaziyatda 10 avgustdan 12,5% oshdi degan gapni eshitganingizda birinchi navbatda savol berish kerak. Bu qaysi hujjatda yozilgan? Qaysi to'lovga tegishli? Pensiyami, nafaqami, kompensatsiyami? Ish haqi bilan bog'liq bazaviy miqdormi yoki statistika bo'yicha indeksatsiya ma'lumotimi? Mana shu savollar berilmasa, odam juda oson aldovga tushadi. Men ko'p pensionerlar bilan gaplashganman. Ayrimlar aytadi: "O'g'lim, telefonda xabar keldi. Pensiya oshgan ekan, lekin menga ko'p tushmadi. Meni aldashdimi? Men bunday vaziyatda darhol kvitantsiyani, bank SMS'ini, oldingi oy va hozirgi oy tushumini solishtirishni so'rayman." Chunki ba'zan pensionerning umumiy tushumi o'zgargan bo'ladi, lekin u buni sezmaydi. Ba'zan esa hech narsa o'zgarmagan bo'ladi, chunki rasmiy oshirish bo'lmagan. Ba'zan oldingi oyda qarzdorlik, qayta hisoblash yoki bir martalik to'lov bo'lgan bo'ladi. Odam uni doimiy pensiya deb o'ylab qoladi. Endi 12,000% degan raqamni misollar bilan tushuntiraman. Tasavvur qilaylik, agar rasmiy hujjatda haqiqatan ham pensiyalar inlik 1% ga oshiriladi deb yozilgan bo'lsa, hisoblash taxminan shunday bo'ladi. 1 million so'm pensiya olayotgan odamning asosiy pensiyasi 1,20 ming so'mga ko'payadi va 1 million 120 ming so'm bo'ladi. 1 million 500 ming so'm olayotgan odamda bitta haftada 1,500 so'm qo'shimcha bo'ladi. 2 million so'm oladigan odamda 2,2 ming so'm qo'shiladi. Lekin bu faqat umumiy matematik misol. Real hisob kitobda ayrim ustamalar alohida tartibda hisoblanishi mumkin. Masalan, birinchi holat, Ro'zi ota 68 yoshda yoshga doir pensiya oladi.
pensiyasi 1 million 2 ming so'm. Agar 20 ming foiz aynan uning pensiyasiga qo'llansa, qo'shimcha 1,5 ming 2,5 so'm chiqadi. Demak, u 1 million 4 ming 2,5 so'm atrofida bo'lishi mumkin. Lekin agar oshirish faqat eng kam pensiya miqdoriga tegishli bo'lsa, Ro'zi otaning pensiyasi avtomatik tarzda uniki. 1% ga oshmasligi ham mumkin. Chunki uning to'lovi eng kam miqdordan yuqori bo'lsa, ayrim hollarda faqat minimal chegaralar qayta belgilanadi. Ikkinchi holat, Malika aya 74 yoshda, uning pensiyasi 920 ming so'm, lekin u qo'shimcha ijtimoiy to'lov ham oladi. U bank kartasiga har oy 1 million ming so'mga yaqin pul tushayotganini ko'radi. Agar u faqat karta tushumiga qarab, 12% shundan hisoblanadi, xato qilishi mumkin. Chunki karta tushumida asosiy pensiya, ustama, oldingi oy qoldig'i yoki boshqa to'lov aralash bo'lishi mumkin. To'g'ri hisoblash uchun pensiya bo'limidan yoki my.gov.uz orqali tarkibini ko'rish kerak. 3-holat. Dilshod aka nogironlik pensiyasi oladi. Nogironlik pensiyalarida nogironlik guruhi ish staji, avvalgi daromadlar, belgilangan minimal miqdorlar va ustamalar muhim ahamiyatga ega. Agar davlat nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha alohida oshirish qilsa, bu toifa uchun miqdor boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun hammaniki bir xil oshadi degan gap doim ham to'g'ri emas. 4-holat. Bir oilada boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov olinadi. Bu yerda to'lov oluvchi bitta bola bo'lishi mumkin, ikkita bola bo'lishi mumkin, nogiron farzand bo'lishi mumkin. Hisob-kitob oila tarkibi va qonunchilikdagi mezonlarga bog'liq. Agar umumiy indeksatsiya bo'lsa, bunday to'lovlar ham ko'tarilishi mumkin. Lekin qaysi foizda va qaysi sanadan ekani rasmiy hujjatda aniq ko'rsatiladi. 5-holat. Odam pensiya yoshiga yetgan, lekin yetarli ish staji bo'lmaganligi sababli pensiya emas, yoshga doir nafaqa oladi. Bu juda muhim farq. Pensiya va nafaqa bir xil narsa emas. Pensiya odatda ish staji va badallar bilan bog'liq. Nafaqa esa ijtimoiy qo'llab-quvvatlash to'lovi bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensiya oshgani haqidagi xabar nafaqa oluvchilarga tegishlimi yoki yo'qmi alohida tekshiriladi. Kim xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda pensiya miqdori juda past bo'lganlar, minimal miqdorga yaqin oladiganlar, yaqinda pensiyaga chiqqanlar, ish staji noto'g'ri hisoblangan deb o'ylaydiganlar, mehnat daftarchasida uzilishlar bo'lganlar, chet elda ishlagan davrini qo'shtirish masalasi borlar, ustama olish huquqi bo'lib, lekin olmaganlar. Chunki aynan shu odamlar hisob-kitobdagi xatolardan ko'proq zarar ko'rishi mumkin. Kim unchalik xavotir olmasligi kerak. Agar siz har oy o'z vaqtida pensiya olayotgan bo'lsangiz, oxirgi rasmiy oshirishdan keyin summangiz to'g'ri chiqqan bo'lsa, pensiya hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, ish stajingiz tasdiqlangan bo'lsa, sizga kelayotgan shov-shuvli xabarlardan vahimaga tushish shart emas. Lekin baribir tekshirib qo'yish foydali. Chunki pensiya masalasida hammasi joyida deb yurib, bir necha yil davomida kam pul olib yurgan odamlarni ham ko'rganman. Endi eng og'riqli joyga kelamiz. Pensiyalar qanday aldanadi? Birinchi aldov turi. Pensiyangiz oshibdi, tekshirib beramiz. Karta raqamingizni, SMS kodini yuboring deyishadi. Hech qachon SMS kodini hech kimga bermang, bank xodimi ham. Pensiya jamg'armasi xodimi ham, mahalla vakili ham sizdan SMS kod so'ramaydi. SMS kodini bersangiz, kartangizdagi pul yechib olinishi mumkin. Ikkinchi aldov turi. Pensiyangizga 12% qo'shib beramiz. Xizmat haqi oldindan 1 ming so'm deyishadi. Bu ham xavfli. Pensiya oshishi rasmiy bo'lsa, sizdan hech kim pul so'ramaydi. Qayta hisoblash uchun ariza berish kerak bo'lsa ham, bu davlat xizmatlari orqali belgilangan tartibda qilinadi. Kimdir men ichkaridan hal qilib beraman desa, ehtiyot bo'ling. 3-aldov turi. Soxta havolalar. Masalan, 10 avgustdan pensiya oshdi. Ro'yxatdan o'ting deb link yuborishadi. Siz linkka kirasiz. Pasport ma'lumotlari, karta raqami, telefon raqami, SMS kod so'raladi. Bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Rasmiy ma'lumotlar faqat davlat organlarining rasmiy saytlarida. Tasdiqlangan kanallarida my.gov.uz, Gov.uz kabi manbalarda e'lon qilinadi. 4-aldov turi. Eski xabarni yangi qilib ko'rsatish. Masalan, bir necha yil oldingi pensiya oshirilishi haqidagi yangilikni olib, sanasini o'zgartirib, bugundan kuchga kirdi deb tarqatishadi. Odamlar esa xabar matnini oxirigacha o'qimaydi, hujjat raqamini tekshirmaydi, darhol ishonadi. Men har doim aytaman, xabarda hujjat sanasi raqami qaysi organ qabul qilgani bo'lmasa, ishonmang. 5-aldov turi. Foizni noto'g'ri tushuntirish. Uninglanmagan foiz degani ba'zan yil yakunidagi inflyatsiya, ba'zan ayrim ijtimoiy to'lovlar indeksatsiyasi, ba'zan statistik ko'rsatkich,
Ba'zan minimal iste'mol xarajatlari bilan bog'liq raqam bo'lishi mumkin. Uni avtomatik ravishda mening pensiyam shuncha oshadi deb qabul qilish xato. Pensiya tizimidagi eng ko'p tushunilmaydigan jihatlardan biri qayta hisoblashdir. Masalan, sizning pensiyangiz bugun oshmagan bo'lishi mumkin. Lekin siz qo'shimcha ish stajini tasdiqlovchi hujjat topsangiz, pensiyangiz qayta hisoblanishi mumkin. Bu umumiy indeksatsiyadan boshqa masala. Ayrim odamlar Sovet davridagi ish stajini tasdiqlata olmaydi. Arxivdan ma'lumot topilmaydi. Mehnat daftarchasida muhr noaniq bo'ladi. Shunda pensiya kam chiqadi. Keyin arxiv ma'lumoti topilsa, pensiya oshishi mumkin. Yana bir nozik jihat, pensiya tayinlangan sana. Agar oshirish ma'lum sanadan kuchga kirsa, o'sha anagacha pensiyaga chiqqanlar va undan keyin chiqqanlar uchun hisoblash tartibi farq qilishi mumkin. Masalan, 10 avgust sanasi aytilsa, odam men 9 avgustda pensiya chiqqanman, menga tegadimi? Yoki men 11 avgustda pensiya chiqdim. Menga qanday hisoblanadi deb so'rashi tabiiy. Bunday savolga faqat hujjat matniga qarab javob beriladi. Ustamalar masalasi ham muhim. Ayrim pensionerlar faxriy unvon, nogironlik holati, yolg'iz yashash, parvarishga muhtojlik, urush yoki mehnat fronti bilan bog'liq maqomlar bo'yicha qo'shimcha to'lov olishi mumkin. Ba'zi ustamalar bazaviy hisoblash miqdoriga bog'liq bo'ladi. Ba'zilari alohida belgilanadi. Shuning uchun umumiy pensiya oshishi bilan ustamalar ham o'sha foizda oshadi deb o'ylash doim ham to'g'ri emas. Qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ba'zi pensionerlarning pensiyasi sud qarori, aliment, kredit, ortiqcha to'langan summani qaytarish kabi sabablar bilan ushlab qolish bo'lishi mumkin. Agar pensiya oshsa ham qo'lga tegadigan summa kutilganidan kam bo'lishi mumkin. Odam esa meni aldashdi deb o'ylaydi. Aslida esa hisobda ushlab qolish bor. Buni albatta tekshirish kerak. Bank kartasi va naqd pul orqali olishda ham farq sezilishi mumkin. Karta orqali oladiganlar SMS orqali tushumni ko'radi. Naqd oladiganlar pochtachi yoki to'lov jadvali orqali oladi. Ba'zan texnik kechikish bo'ladi. Ba'zan bayram yoki dam olish kunlari sabab to'lov kuni siljiydi. Bu pensiya oshmadi degani emas, lekin albatta rasmiy jadvalga qarash kerak. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, eshitgan xabaringizni tekshiring. Agar 10 avgustdan 12% oshdi deyishsa, xabar yuborgan odamdan rasmiy hujjat havolasini so'rang. Qaysi farmon, qaysi qaror, raqami nechi, qaysi sanada e'lon qilingan deb so'rang. Javob bera olmasa, demak xabar ishonchsiz bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, rasmiy manbalarni tekshiring. Pensiya va nafaqalar bo'yicha pensiya jamg'armasining rasmiy kanallari, hukumat portallari, davlat xizmatlari portali, mahalliy hokimliklarning tasdiqlangan sahifalari orqali tekshirish kerak. Oddiy Telegram kanal yoki notanish sayt rasmiy manba emas. Uchinchi qadam, o'zingizning pensiya miqdoringizni solishtiring. Oldingi oy qancha olganingizni yozib qo'ying. Hozirgi oy qancha tushganini yozing. Agar farq bo'lsa, nima hisobiga farq bo'lganini aniqlang. Masalan, iyulda 1.200.000 so'm tushgan, avgustda 1.345.000 so'm tushgan bo'lsa, bu oshirishmi, qo'shimcha to'lovmi, oldingi qarzdorlikmi yoki qayta hisoblashmi bilish kerak. Faqat raqamga qarab xulosa qilmang. 4-qadam, pensiya bo'limiga murojaat qilganda tayyor bo'ling. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya daftarchasi bo'lsa, bank karta ma'lumotlari, oldingi to'lovlar bo'yicha SMS yoki kvitansiyalar, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotlari, nogironlik yoki boshqa imtiyoz hujjatlari bo'lsa, shularni olib boring. Hujjat bilan borsangiz, savolingiz tezroq hal bo'ladi. 5-qadam, ariza yozishni biling. Arizada oddiy qilib yozish mumkin. Menga tayinlangan pensiya miqdori va oxirgi qayta hisoblash tartibi bo'yicha yozma tushuntirish berishingizni so'rayman. Pensiyamga qo'llangan ustamalar, ushlab qolishlar va indeksatsiya miqdorini ko'rsatib berishingizni so'rayman. Mana shunday yozma ariza bersangiz, og'zaki gap bilan cheklanib qolmaysiz. Yozma javob keyingi bosqichlarda ham kerak bo'ladi. 6-qadam. Agar javobdan qoniqmasangiz, yuqori tashkilotga murojaat qiling. Avval tuman yoki shahar pensiya bo'limi, keyin hududiy boshqarma, zarur bo'lsa, tegishli vazirlik yoki virtual qabulxona orqali murojaat qilish mumkin. Lekin har bir murojaatda aniq raqamlar bo'lsin. Qaysi oyda qancha oldingiz, qancha bo'lishi kerak deb o'ylayapsiz? Qaysi hujjatga asoslanasiz? Qanday javob oldingiz? Menga kam berishyapti degan umumiy gap bilan masala sekin yuradi. 2024 yil iyul oyida 1.000 so'm oldim. Avgust oyida 1.000 rasmiy oshirish bo'lgan so'm oldim. Qayta hisoblashni bo'lgan bo'lsa,
desangiz tekshirish osonlashadi. 7-qadam, oila a'zolaringizga tushuntiring. Ko'p firibgarlar aynan yoshi katta insonlarni nishonga oladi. Ular telefon orqali chiroyli gapiradi. "Opa, sizga pul chiqibdi. Ota, pensiyangiz oshibdi. Hozir rasmiylashtiramiz" dedi. Farzandlar, nevaralar. Qo'shnilar buni tushuntirishi kerak. SMS kod berilmaydi. Karta rasmiy yuborilmaydi. Pasport ma'lumotini o'tirish odamga aytilmaydi. Linkga kirib anketa to'ldirilmaydi. 8-qadam, agar kartangizdan pul yechilib ketgan bo'lsa, vaqtni bo'y bermang. Darhol bankka qo'ng'iroq qiling. Kartani blok qildiring. Ichki ishlar organlariga murojaat qiling. Bankdan operatsiya bo'yicha ma'lumot oling. Uyat bo'ladi, balki qaytarar deb kutmang. Firibgarlikda birinchi soatlar juda muhim. 9-qadam, pensiya tayinlanishda stajingizni qayta ko'rib chiqing. Agar sizda eski ish joylari bo'lsa, mehnat daftarchasida yozuv bor. Lekin pensiya hisobiga kiritilmagan deb o'ylasangiz, arxivga so'rov bering. Korxona tugatilgan bo'lsa ham hujjatlar arxivda bo'lishi mumkin. 1 yil, 2 yil qo'shimcha staj ayrim holatlarda pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. 10-qadam, og'zaki gapga emas, hujjatga tayaning. Pensiya masalasida eng kuchli qurolingiz bu hujjat. Hujjatingiz bo'lsa, haqingizni talab qila olasiz. Hujjat bo'lmasa, "Men u yerda ishlaganman, hamma biladi. Brigadir ko'rgan" degan gaplar yetarli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun eski hujjatlarni asrang, nusxa qildiring, raqamlashtirib qo'ying. Men bu xabarga juda ehtiyotkor yondashishni maslahat beraman. Agar rasmiy hujjat bilan tasdiqlangan bo'lsa, unda pensionerlar aniq tartib bo'yicha oshirilgan pulni oladi. Bunday holatda odatda alohida yurish shart bo'lmaydi, tizim avtomatik qayta hisoblaydi. Lekin ayrim individual holatlarda xatolik bo'lishi mumkin. Shunda ariza beriladi. Agar rasmiy hujjat bo'lmasa, 10 avgustdan pensiya 10% oshdi degan xabarni haqiqat deb qabul qilmang. Chunki bu odamlarni chalg'itishi, asabiylashhtirishi, hatto firibgarlarning qo'lga tushirishga xizmat qilishi mumkin. Pensionerlar aldandi degan ibora ham ikki xil ma'noda ishlatiladi. Birinchisi, haqiqatdan ham kimdir soxta xabar tarqatib odamlarni aldashi mumkin. Ikkinchisi, sarlavha uchun ishlatiladigan shov-shuvli gap bo'lishi mumkin. Men sizdan iltimos qilaman, sarlavhaga emas, mazmunga qarang. Agar siz pensiyangiz oshgan-oshmaganini bilmoqchi bo'lsangiz, eng to'g'ri yo'l oldingi va hozirgi to'lovlarni solishtirish, rasmiy manbani tekshirish, zarur bo'lsa pensiya bo'limidan yozma tushuntirish olish. Bu yo'l biroz vaqt oladi, lekin sizni aldovdan himoya qiladi. Hurmatli tomoshabinlar, pensiya masalasi hazil emas. 12% degan raqamni eshitib, darhol xulosa chiqarish kerak emas. Pensiya oshishi faqat rasmiy hujjat asosida bo'ladi. Kimga tegishi, qaysi sanadan kuchga kirishi, qaysi to'lovlarga qo'llanishi aniq yozilgan bo'lishi shart. Siz esa o'z pensiyangizni tekshirishga, hujjatlaringizni tartibga keltirishga, firibgarlardan ehtiyot bo'lishga majbursiz. Men sizga tavsiya qilaman, bugunoq ota-onangiz, buyingiz, bobongizning pensiya tushumlarini tekshirib ko'ring. SMS kodni hech kimga bermaslikni tushuntiring. Agar shubha bo'lsa, pensiya bo'limiga yozma ariza bilan murojaat qiling. Shunda siz nafaqat o'z pulingizni himoya qilasiz, balki yaqinlaringizni ham aldovdan saqlaysiz. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensiya oshgani haqida qanday xabarlar tarqalyapti? Sizga haqiqatan ham ko'proq pul tushdimi yoki yo'qmi? Tajribangiz boshqalarga yordam beradi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, imtiyozlar va davlat to'lovlari bo'yicha eng muhim yangiliklarni oddiy tilda tushuntirib boraman.